Sure El-İmran tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Allah'tan başka hiç ma'bud berhak yoktur. Allah hemişe teriktir. Mahlukatını idare kılıp durgucudur. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah sana özüdün ilgiriki kitaplarını tasdiq qilguvchi kitapni, yani Qur'onni haq bilan nozil qildi. İlgiri kishilarga yo'l ko'rsatgich qilib Tavrat bilan Injilni nozil qilgan edi. Haq bilan botilni ayirg'uvchi kitapni, yani barliq samoviy kitaplarni nozil qildi. Shubhisizki Allohning oyatlarini inkor qilganlar oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah g'olibdir, yomonlarni jazolag'ichidir. Shubhisizki osmon va zimindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. U sizlarni bachidonlarda, ya'ni onanglarning qo'sig'idagi cheg'inglarda o'zi xohlagan shaklga kirgizadi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. U Allah sana kitapni, yani Qur'onni nozil qildi. Uningda muhkam, yani ma'nosi ochiq oyatlar borki, ular kitapning, yani butun Qur'onning asosidir. Yana boshqa mutashabih, yani ma'nosi muayyan emas oyatlar bordir. Dillarida agirlik bor, yani gumrohlikqa moyil kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ra'yi bo'yicha ma'no berish uchun mutashabih oyatlarga ergishadi. Yani mutashabih oyatlarni o'z nafsi xohishi bo'yicha tushundirdi. Bundaq oyatlarning haqiqiy ma'nosini faqat Alloh biladi. Ilimde toşkanlar aytidi. Onunğa işendik. Hammasi Rabbimiz tarafidan nazil bo'lgan. Buni faqat aql egilarilar tushunadi. Rabbimiz bizni hidoyat qilganidan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burib etmagan. Bizga dargohingdan rahmat beg'ishlagin. Shubhisizki sen bandilaringga atolani bakmu beg'ishlag'uchisan. Rabbimiz shubhisizki kelishi shaksiz bo'lgan kunda, yani hisob elinadigan qiyomat kunida kishilarni to'plag'ichisan. Shubhisizki Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Kafirlarning mollari, ballari Allohning azobi oldida haqiqatan hech narsaga dal bo'la olmaydi. Ular, yani kuffarlar do'zaxning yiqilg'usidir. Bu kuffarlarning hali Fir'aun tavalarning va ulardan ilgirkilarning holiga o'xshaydi. Ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Gunohi tufaylidan Allah ularni jazoladi. Allohning jazosi qattiqdir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kafirlarga aytqinki, sizlar dunyoda mag'lub qilinsizlar va oxiratda jahannamga to'plansizlar. Jahannam nima degan yomon to'shak? Ey Yahudilar jamiyasi, Badrda jang uchun uchrashgan ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Biri Alloh yo'lida urushayotgan guruhdir. Yana biri musulmonlarni, yani ularning sonini o'zlaridek 2 barobar o'p-o'chiq ko'rgan kofirlar guruhidir. Yani Allah kafirlarga qo'rqinch selish bilan ularni urushdan qo'l yig'dirish uchun kafirlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi. Allah xohlagan kishiga yordam berib qo'llaydi. Buningdan haqiqatan aql egilar uchun ibrat bor. Ayollar, o'g'illar, oltin kumushdan to'plangan ko'p mollar, arg'amchilar, arg'amoqlar, chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbati
insanlığa çıraylık gösterildi. Ula dünya terikçilikide menfaatlenadigan bakası yok şey iledir. Allah'ın dergahıda bolsa qaytadigan güzel joy, yani cennet bardır. Şunun için başqaga emas, cennetki qiziqish kerak. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kavminge aytqinki, sizlarga uladimmi, yani dünyanın zibu zinnetleri ve nimetleridanmi yaxshi bo'lgan narsalarni aytib beraymi? Taqvodorlar uchun Rabbi huzurida ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlar bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Jannatlarda pak jubtilar bor. Taqvodorlar uchun yana Allohning rizosi bor. Allah bendilerini, yani ulanın hem işlerini körüp durgucudur. Ula yani takvadarla. Rabbimiz biz şübhisiz iman ettik. Bizning günahlarımızı mağfiret kılgın, bizni devzak azabından saklagın deydi. Ula yani takvadarla savr kılgıçılardır, rastçılardır. Allah'a itaat kılgıçılardır. Yaxşılık yollarına pul mallarını sərf qılğıçılardır ve seherlerde istiğfar etkiçilardır. Allah adaletini berpa qılğan halda guvaqlıq bədi ki, onundan başqa hiç məbud bərhaq yoxdur. Pəriştiləmu, ilim əhlilərimi şundaq guvaqlıq bərdi. Onundan başqa hiç məbud bərhaq yoxdur. O galiptir, hikmet bilen iş kılgıcıdır. Hakikaten Allah'ın nazarında makbul din İslam dinidir. Kitap verilgenler, yani Yahudiler ve Nasaralar fakat özlerine ilim kelgendin kiyinla özara haset kılışıp ihtilaf kılıştı. Yani İslam'ın hakkını, Muhammed aleyhisselam'ın peygamberlikini roşen paketler arkalık bilip durup körelmezlikten inkar kılıştı. Kimi ki Allah'ın ayetlerini inkar kılıdken Allah onu yıkındı, cezalaydı. Allah tez hesap algıcıdır. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer ola sen bilen din barısı da münazirleşse, bana ergeçkenler bilen birlikte men üzemni Allah'a tapşırdım. Yani Allah'ın emirlerine boysunğucumuz digin. Kitap verilgenlerge, yani Yahudiler ve Nasaralarga ve Ummilerge, yani Arap müşriklerge Müslüman buldunlar mı digin. Eğer ular Müslüman bolsa doğru yol tapkan buludu. Eğer ular yüz öğrese sana hiç zini yok. Senin fakat tebliğ kılış mesuliyetin var. Allah bendillerini, yani hemme ehvalini körüp durgucudur. Allah'ın ayetlerini inkar kılıdığanlar, peygamberlerini nahak öldürdüğanlar, kişilerinin içindeki adaletke buyruyduğanlar, yani Allah'a davet kılgıçlarını öldürdüğanlara çokum kattık azap bilen hoş haber bergin. Eni şulanın dünya ve ahiretteki emelleri bekar buldu. Ulağa hiç yardım kılgıcı yoktur. Kitaptan nesibi verilgenle, yani Yahudilanın ölümalarını kömüdün mü? Ula öz arasında detalaş kılışkan işler doğrusu da Allah'ın kitabı boyunca hüküm çıkarışkı çakırılsa, ulanın bir türkümü bunundan, yani Allah'ın hükmünü kabul kılıştın yüz öğrüydü. Ula haktın yüz örgüçülerdir. Yani haktın yüz öğrüş ulanın tabiiyetiki sınıp ketken. Bu ulanın devzek oti bizni sanaklık günlerle, yani mozayga çokungan 40 günlük vaktla köydürdü digenlikleri ve dini cehette uydurup çıkargan nesillerinin özlerini aldığanlık üçündür. Kelişi şeksiz boğan günde, yani kıyamet günü de ulağını toplayımız. Her bir kişinin kılgan işinin cezası ve mükafatı toluk verildiğin
ularga azobni ziyoda qilib o'tish yoki savobini kamaytirib o'tish bilan zulm qilinmaydigan shu chaqda ularning holi qandoq bo'ladi? Aytqinki, podshohlikning egasi bo'lgan ey Alloh, xohlagan odamga podshohlikni bersan, xohlagan odamdan podshohlikni tortib olasan, xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Kechini kunduzga kirgizsan, kunduzni kechaga kirgizsan. Shuning bilan kech kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turadi. Jonliqni jonsizdan chiqarsan, jonsizni jonliqdan chiqarsan. O'zing xohlagan kishiga haddi hisobsiz rizq bersan. Mu'minlarni qo'yib, kofirlarni vali qilib olmasin. Kimiki shunda qiladi ekan, u Allohdan yaxshilik kutmasin. Ulardan qo'rqib do'stlik izhor qilishinglar buningdan mustasno. Alloh sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Aytqinki, dilinglardikini mayli yoshiringlar, mayli oshkoralanglar, Alloh uni bilib turadi. Alloh osmonlardagi va zimindagi narsalarni bilib turadi. Alloh har narsaga qodirdir. U kunda, ya'ni qiyomat kunida har odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarini ko'rmaslikni, o'zi bilan yomon ishlarining orasida mashriq bilan mag'ribning orasidagi uzun musofa bo'lishni orzu qiladi. Alloh sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Alloh bandalarga mehribondir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglarki, Allah sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Aytqinki, Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular itoat qilishdan yuz o'rsa, Allah kofirlarni, ya'ni Allohning oyatlarini inkor qilganlarni do'st tutmaydi. Allah haqiqatan Ademni, Nuhni, İbrahim avlodini, İmron avlodini payg'ambarlikka tanlab, ularni o'zlarining zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildi. U avlodlar bir-biri bilan qondoshdir. Allah bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir, bandalarning niyatlarini bilib turg'uchidir. Öz vaqtida İmronning ayoli aytdi: "Rabbim, men qo'sig'imdagi öz vaqtida İmronning ayoli aytdi: Rabbim, men qo'sig'imdagi farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilingan holda cho'qim sening xizmatingga otidim. Bu nazrimni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimni anglab turg'uchisan, niyatimni bilib turg'uchisan." U qiz tuqqan vaqtida, "Ey Rabbim, qiz tug'dim" dedi. Uning nima tuqqanligini Alloh obdan biladi. U talab qilgan o'g'il ato qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. İmronning ayoli aytdiki, "Men uni Maryam deb atadim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana sig'inib qo'g'landi shaytondan panoh tilayman." Uni Robbi chiroyliqcha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyani kepil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Zakariya har qitim uning ibodatgohiga uni ko'rgili kirsa, uning yanida birer yemeklik uchratdi. U, "Ey Maryam, bu sana qayerdan keldi?" dedi. Maryam,
u Allah tarafidan keldi deydi. Allah hakikaten xalığan adamga jafo mushaqqatsizla haddi hisobsiz rizq berdi. Shu vaqtda Allohning Maryamga qilgan in'omini ko'rgan chaqda Zakariya Rabbiga duo qilib, ey Rabbim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Haqiqatan sen duoni eshitguchisan dedi. O ibodatgohida namoz o'qiyotganda farishtalar uningga, sana Allohning kalimasi, ya'ni Isoni tasdiq qilguvchi Sayyid, parhezkor va yaxshilardan bo'lgan Yahyo ismli payg'ambar bilan xush xabar berdi deb nido qildi. U, Rabbim, men qirib qolgan tursam, ayolim tug'utdan qolgan tursa, qandaqmi mening o'g'lim bo'lsin dedi. Farishtalar, Allah shuningdek xolig'ini qiladi. Ya'ni qudrati ilohiya hech narsadan ojiz emas dedi. U, Rabbim, menga ayolimning homildor bo'lganligiga bir nishoni ato qilgin dedi. Allah, sana bo'ladigan nishoni shuki, 3 kungacha kishilarga so'z qila olmaysan. Ya'ni zikr tasbih aytishdan boshqa so'zga tiling kelmaydi. Faqat ishoratli qilasan. Ne'matimga shukr qilish yuzidan Rabbingni ko'p yod et. Kechda atiganda tasbih ayt dedi. Farishtalar aytdi, ey Maryam, Allah hakikaten seni bütün ayollar ichidan tanladı. Seni pak kıldı. Seni bütün cihan ayollardan artık kıldı. Ey Meryem, Rabbinge itaat kıl, secde kıl ve ruku kılgıçılar bilen billa ruku kıl. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu sana vahiy kılıvatkanımız gayb haberlerindendir. Meryemni ulanın qaysı terbiyesiga elish meselesida çek taşlash yüzüden qalamlarini suvga tashlagan chaqda sen ularning yanida yo'q eding. Meryemning kimning tarbiyasida bo'lishini o'zaro janjal qilishganlarida sen ularning yanida yo'q eding. O'z vaqtida farishtalar aytdi, ey Meryem, Allah sana otining vasitasiz Allah'ның bir kelimesinden törelgen bir boğak bilen hoş haber berdi ki, onun ismi Meryem oğlu Mesih İsa'dır. O dünya ve ahirette obro'yluk ve Allah'a yakınladım buludu. O büyüktü mü, yani bu vaxtlık çıkıdı mı, ottiri yaş boğandı mı, kişilerge peygamberlerinin sözünü sözleydi. Ve takvadarlıkka kamil yaxşı adamlardan buludu. Meryem, Rabbim, bana insanın kolu tegmegen tursa qandaq bolan boludu dedi. Farishta, Allah xalig'ini shundaq yaratıdı. Yani ata ana arqılık mı ve uningsiz mi yaratıdı. Birer işinin bo'lishini iroda qilsa, vujudga kel deydi de, u vujudga keladi dedi. Allah onunğa xatni, hikmetni, yani söz hareketli to'g'ri bo'lishni, Tevratni, İncilni o'rgatdi. Uni Bani İsrailga payg'ambar qilib avatidi. U deydi, shubhisizki sizlarga men Rabbinglar tarafidan bo'lgan payg'ambarlikimning rostligini ko'rsatadigan bir mo'jiza elib keldim. Men sizlarga loydan qushning shaklidagi bir narsa yasayman. Andın onunğa püyleymen de Allah'ın izni bilen o qush boludu. Tuğmu korni, beres kesilini sakaytımen. Allah'ın izni bilen ölüklerini terildirmen. Sizler yeydiğen ve oyunlarda saklaydiğen yemekliklerden haber berimen. Yani sizlerin yoşurun ahvallarınlarını eğitip bereleymen. Şüphesiz ki eğer sizler Allah'ın möcizelerine işengücü bolsanlar, bunun da yani men keltirgen möcizelerde sizler için elbette mening rastligimni ko'rsatadigan ro'shan alamet var. Men
ilgari kelgan Tavratni tasdiq qilgan holda keldim. Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Sizlarga Rabbinglar tarafidan dalil ilib keldim. Allohdan qo'rqinglar va mening amrimga itoat qilinglar. Allah haqiqatan mening Rabbimdir. Sizlarningmi Rabbinglardir. Uningga ibodat qilinglar, bu to'g'ri yo'ldir. İsa ular yani Yahudilardan küfrni için turib, uni o'ltirish niyatiga kelganligini sezgan chaqda Allah uchun Allohga da'vat qilish yo'lida menga kimlar yordam berdi dedi. Havariylar yani uning tabi'alaridan haqiqiy mu'minlar aytdi. Allah uchun sana biz yordam beramiz. Allohga iymon etdik. Guvoh bo'lgunki biz bo'ysunguchilarmiz. Rabbimiz sen nazil qilgan kitobga ishondik. Payg'ambarga ergashdik. Bizni hidoyatingga shohid bo'lganlar qatorida qilgan. Ular mikr ishlatdi. Ya'ni İsa alayhissalomni o'ltirmoqchi bo'ldi. Allah ularning mikrini barbod qildi. İsa alayhissalomni qutqizib osmonga elib chiqib ketdi. Allah mikr qilg'ichilarning jazosini obdan bergichidir. Öz vaqtida Allah aytdi. Ey İsa, men seni acilin yetganda qabz ruh qilaman. Seni dergahimga ko'tiraman. Ya'ni osmonga elib chiqaman. Seni kafirlardan pak qilaman. Ya'ni seni o'ltirmoqchi bo'lgan yomonlarning sharridan saqlayman. Sana ergashganlarni qiyomatgacha kafirlardan ustun qilaman. Ondan mening dergahimga qaytsizlar. Sizlar ixtilof qilishgan ish, ya'ni İsa'ning ishi ustida oranglarda men hukm chiqaraman. Kafirlarga bo'lsa dunyo va oxiratda qattiq azob qilaman. Ulardan Allohning azobini to'sadigan hech madadkor bo'lmaydi. Iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga kelsak, Allah ularning qilgan yaxshi amallarining ajrini to'liq beradi. Allah zolimlarni do'st tutmaydi. Zolimlarni do'st tutmaydigan zot qandoqmi bandalarga zulm qilsin? Ey Muhammed, bu bo'lsa sana biz o'qib berayotgan oyatlardir va hikmatlik Qur'ondir. Shubhisizki Allohning nazarida İsa'ning misoli u otisiz yaratilganlikdan Odamning, ya'ni Odam alayhissalomning misoliga o'xshaydi. Odamni Allah ota-onasiz tuproqdan yaratdi. Ondan uningga vujud keldi dedi, u vujudga keldi. İsa'ning ishi Odamning ishidan ajablanarlik emas. İsa haqidagi bu so'z Allah tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Sen shak qilg'uchilardan bo'lmag'in. Sen İsa to'g'riliq haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarki sen bilan munozirlashsa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringlarni, ayollarimizni va ayollaringlarni, o'zlarimizni va o'zlaringlarni yig'ib Allohning la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga yolvorib duo qilayli degin. Shubhisizki bu albatta rost qissadir. Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar ular iymondan yuz o'risa, ular buzg'unchilardir. Shubhisizki Allah buzg'unchilarni bilib turdi. Sura Al-Imron tarjimasi 64-oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar, faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani shirik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni iloh qilib olmaslikdek hammamizga o'rtoq bo'lgan bir so'zga, ya'ni tavhid aqidasiga kelinglar degin.
Agar ular yuz o'risa, ya'ni buni qabul qilmasa, ey Yahudilar va Nasaralar jamiyasi, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar, nima uchun İbrahim to'g'risida munozirlasizlar? İbrahimni o'zinglarning dinida deb gumon qilasizlar. Halbuki Tavrat bilan Injil İbrahimdan keyin nozil bo'ldi. So'zinglarning asossiz ekanligini tushunmamsizlar? Ey Yahudilar va Nasaralar jamiyasi, sizlar shundoq kishilarsizlarki, biladigan narsanglar İsa ustida munozirlashdinglar. Endi sizlar bilmaydigan narsanglar İbrahim va uning dini ustida nimishqa munozirlasizlar? İbrahimning ishidagi haqiqatni Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar degin. İbrahim Yahudimi emas, Nasarami emas, va lekin to'g'ri dinga e'tiqod qilguvchi, Allohga bo'ysung'uchi edi. Mushriklardan emas edi. İbrahimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki İbrahimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mu'minlardir. Allah mu'minlarning madadkoridir. Ahli kitobdan bir turkum kishilar sizlarni ozdirishni umid qiladi. Ular faqat o'zlarini azdirdi. Buning vaboli ularga hassilab azob qilinish bilan o'zlariga qaytadi. Lekin ular buni tuymaydi. Ey ahli kitob, Allohning oyatlarini, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan Qur'onning haqligini bilib turib nimishqa inkor qilasizlar? Ey ahli kitob, nima uchun haqni botilga aralashtirasizlar va bilib turib haqni, ya'ni Muhammad alayhissalomning kitoblaringlardagi sifatini yo'shirasizlar? Ahli kitobdan bir turkumi mu'minlarga nozil qilingan vahiyga atiganda iymon etinglar, kashqurunliqi yeni bilinglar. Shunda qilsanglar, ular iymondan qaytishi mumkin. Faqat sizlarning dininglarga ergashganlarga ishoninglar dedi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Yahudilar bir-biriga aytadi. Birasiga sizlarga berilganga o'xshash vahiy berilishdan yoki ularning, ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Rabbinglarning dargohida sizlar bilan munozirlashishidan, ya'ni munozirlashib sizlarni yengib qo'yishidan qo'rqsanglar, faqat dininglarga ergashgan odamga ishoninglar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, fazl, karam, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkidadir. Allah uni xohlagan kishiga berdi. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilgichidir. Allah rahmetini o'zi xohlagan kishiga xos qiladi. Allah ulug' fazl egisidir. Ahli kitobdan ba'zi kishilar borki, uningda ko'p mol omonat qo'ysangmi, sana uni qaytirib berdi. Ulardan yana ba'zi kishilarmi borki, uningda 1 dinar omonat qo'ysangmi, uning beshida turmagicha, ya'ni qayta söylemagicha uni sana qaytirib bermaydi. Bu shuning uchunki, ular ummilarning meliga xiyonat qilsak, bizga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas deydi. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Undaq emas. Ya'ni ular boshqa dindikilarga zulm qilsa gunoh bo'ladi. Ahdiga vafo qilgan va gunohdan saqlanganlar Alloh do'st tutgan kishilardir. Chunki Alloh taqvodorlarni haqiqatan do'st tutadi.
Allah'a bergen ahdini ve qasamlarini azgını bedelge tegişidiganlar ahirette Allah'ın rahmetinden hiç qandaq nesibiga erişelmeydi. Kıyamet günü Allah ularni hoş kılıdığan söz kılmaydı. Ularga rahmet gözü bilen qaramaydı. Ularni günahlarından paklamaydı. Ular qattiq azap qalıdı. Ulardan yani Yahudilardan bir türkümü kitapta bo'lmagan narsalarni sizlarning kitapta bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini egir-bugir qilib o'qiydi va uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Halbuki u Alloh tarafidan nozil bo'lgan emas. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Biror insonga Alloh kitobni, hikmatni, payg'ambarlikni bergandan keyin uning kishilarga Allah'ını koyup bana bendi bulunla deyişi layık bulmaydı. Yani peygamberden mundak gepnin sadır boluşini tasavvur kılgılı bulmaydı. Ve lekin o kitapni ügetkenlikinla ve okuganlıkınla üçün Rabbani bulunla deydi. Şuningdek onun periştilerini ve peygamberlerini Rab kılıp ilişinlağa buyuruşu layık bulmaydı. Müslüman boğunanlardan keyin peygamberinla sileni küfrüge buyurumdu. Öz vaxtida Allah peygamberlerden çin ahdi ilip silerge men kitapni ve hikmetni ata kıldım. Keyin silardaki narsalarni yani kitap bilen hikmetni itiraf qilg'uchi bir payg'ambar yani Muhammad alayhissalom kelsa uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Allah bu ahdini iqror va itiraf qildinglarmi? Shuning yani bu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi dedi. Ular itiraf qildik dedi. Allah. Özüңlarning ve təvələrinlarning itiraf qilganliqinglarga guvoh bo'linglar. Menmi sizlar bilan birga guvoh bo'lg'uchilardandurman dedi. Kimiki shuningdan keyin yuz o'risa, ya'ni ahdini buzsa, ular Allohning itoatidan chiqquvchilardir. Ular yani Yahudiler ve Nasaralar Allah'ın dininden yani İslam dininden başka dinini tilemdi. Halbuki osmonlardagilar ve zimindagilar ixtiyoriy ve ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysungan tursa, ular qiyomat kuni Alloh tarafiga qaytariladi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularga aytqinki, biz Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilinganға, ya'ni Qur'onga, Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubga va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilgan, ya'ni Tavratga, Isoga berilgan, ya'ni Injilga va payg'ambarlarga Robbi tarafidan berilganga, ya'ni kitoblarga iymon etdik. Ularning hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. Kimiki islomdan g'ayri dinni tilaydi ekan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. Iymon etgandan payg'ambarning haq ekanligiga shahid bo'lgandan va o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin kofir bo'lgan qavmni Alloh qandoqmi hidoyat qilsin? Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Allohning farishtalarning va insonlarning hammasining la'natiga uchrash ularga berilgan jazodir. Ular dovzaxda mangu qoladi. Ulardan azob yengiltilmaydi, kechiktirilmaydi. Faqat tavba qilganlar va buzuq amallarni tuzatganlar buningdan mustasno. Allah mağfiret qilg'uchidir va mehribondir. Shubhisizki iymon etgandan keyin kofir bo'lganlar, ondan
küfrünü teximi aşırğanlarının tövbesi hergizmi kabul kılınmaydı. En şula gumrahlardır. Şübhisiz ki kafir bulup küfrü bilen ölgenlerinin hiçbirinden yeryüzüge bir kiladigan altın fidye bersimi kabul kılınmaydı. En şula qattiq azapqa qalıdı. Ulanı Allah'ın azabından kutuldurduğun hiçbir medetkar bulmaydı. Yaxşı kögen nersanlardan sarıp kılmağıca hergiz yaxşılıqqa erişelmeysizler. Yaxşı görgen nersanlardan sarıp kılmağıca hergiz yaxşılıqqa erişelmeysizler. Allah'ın yolunda nimini sarıp kılsanlar Allah onu bilip turğucudur. Tevrat nazil kılınıştan ilgiri İsrail yani Yaqub aleyhisselam özüge haram kılgan yemeklikler yani tögünün göşü ve sütüdün başka yemekliklerinin hemmesi İsrail avladığı halal idi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ulağı aytqin ki eğer rastçıl bolsanlar Tevrat'ını elip gelip okup beqinlar. Şunundan keyin yani roşen delil meydanga kelgenden keyin kimiki Allah namıdın yalganını toqıydı iken ula zalimlardır. Aytqin ki Allah rast aytdi. İslam dininden ibaret İbrahim'nin toğru diniga ergişinlar. U yani İbrahim müşriklardan emas idi. Hakikaten insanlığa ibadet üçün tuncu silingan öy yani Beytullah Mekke'dedir. Mübarektir. Cihan ehlige hidayettir. Onun da uçuk alametler baki makamı İbrahim şulanın biri. Beytullah kirgen adam emin buludu. Qadir bulalığan kişilerinin Allah üçün Kabe'ni ziyaret kılışı ulağı perz kılındı. Kimi ki inkar kılıdiken yani hacni terk etidiken zihni özüge. Şübhisiz ki Allah ehli cahandın yani ulanın ibadetinden bir hacettir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytqin ki ey ehli kitap yani Yahudiler Nasaralar nim üçün Allah'ın ayetlerini inkar kılısılar ve halen ki Allah kılmışınlağı şahittir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytqin ki ey ehli kitap yani Yahudiler Nasaralar İslam dininin hakikenliği şahit bulup durup nim üçün Allah'ın yolunu eğer kösüşünü kaslep müminlerini onundan tossuzlar Allah kılmışınlardan gafil emasdır. Ey müminler eğer ehli kitaptan bir firqiga itaat kılsanlar mümin boğununlardan keyin ular sizlarni kafir kılıp koydu. Sizlarga Allah'ın ayetleri okulayotgan yani vahiy üzülüp kalmay Allah'ın ayetleri nazil boluvatgan ve aranglarda Allah'ın peygamberi hayat turgan tursa qandaq mı kafir bolusizlar? Kimi ki Allah'a yani Allah'ın diniga mahkem yepişidiken o toğru yolga yeteklengen boludu. Ey müminler Allah'a layık ravişte takvadarlık kılınlar. Fakat musulmonlik holatinglar bilanlar vafot bo'linglar. Hammanglar Allah'ın argamchisiga, yani Allah'ın diniga mahkam yepishinglar. Ayrılmanglar. Yani sizlardan ilgari Yahudilar ve Nasaralar ixtilof qilishgandek dinde ixtilof qilishmanglar. Allah'ın sizlarga bergan ne'matini aslanglar. Öz vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Allah dilinglarni birlashtirdi. Allah'ın nimeti bilen özara qerindaş boldunlar. Sizlar devzaq çoqurunun girvikide idinlar. Allah sizlarni İslam arqılıq onundan qutqizdi. Sizlarning hidayet tepişinglar üçün Allah ayetlerini sizlarga şundaq bayan qildi. Sizlarning aranglarda xayrlik işlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlarni man'i qiladigan bir jamoat bo'lsin. En şula maqsadiga erishkichilardir. Roşen deliller kelgandan keyin
ayrılıp ketishgan ve ixtilof qilishgan kishilar, ya'ni Yahudilar ve Nasaralardek bo'lmanglar. Ayni shular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ba'zi yuzlar oqiradi, ba'zi yuzlar qariydi. Yüzü qarayganlarga farishtalar aytadiki, iymon etqininglardan keyin kafir bo'ldinglarmi? Kafir bo'lganliginglar uchun azobni tetinglar. Yüz oqarganlar Allohning rahmatida, ya'ni jannatda bo'ladi. Ular uningda, ya'ni jannatda mangu qoladi. Bu Allohning oyatlaridir. Ularni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sana haqiqati bilan o'qib beramiz. Allah jahon ahliga zulm qilishni xohlamaydi. Osmonlar va zimindagi shaylar Allohning mulki, maxluqoti va bandalaridir. Hamma ishlar Allohga qaytariladi. Ey Muhammad ummati, sizlar insonlarning manfaati uchun o'ttirg'i chiqarilgan yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummat sizlar. Agar ahli kitob, ya'ni Yahudilar, Nasaralar iymon etsa, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan vahiyga ishonsa, ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshi bo'ladi. Ularning ichida mu'minlarmi bor, ularning to'lisi fosiqlardir. Ular sizlarga azor berishdan boshqa hech qanday ziyon zahmat yetkazolmaydi. Agar sizlar bilan urushsa, sizlarga oqisini qilib qochadi. Ondan ularga yordam berilmaydi. Ularning qayerda bo'lmasin, Allah'ның ve insanların himayesinde boğanlardan başkaları harlıkka petip kaldı. Allah'ның gazibine uçurdu. Muhtaçlık çömdü. Bu Allah'ның ayetlerini inkar kıyganlıkları ve peygamberlerini nahak öldürgenlikler üçündür. Allah'ның parmağından çıkıp ketkenlikleri ve Allah'ның çekilmesinden içip ketkenlikler üçündür. Ular bir xil emas. Ahli kitobdan, ya'ni Yahudilar, Nasaralardan kechilari Allohning oyatlarini tilovat qilib turadigan va sajda qilib turadigan bir jamoa bor. Ular Allohga va oxirat kuniga ishonadi. Yaxshi ishlarga buyuriydi, yomon ishlardan to'sidi. Xayrlik ishlarni qilishga oldiraydi. Ayni shular yaxshilardandir. Ular her qandaq yaxshilikni qilsin, u bekor ketmaydi. Allah taqvodorlarni obdan biladi. Shubhisizki kafirlarning mollari, bollari Allohning azobi oldida hergiz hech narsaga dal bo'lolmaydi. Ular davzaq ahlidir, davzaqda mangu qoladi. Ularning bu dunyoda riyo qilib bergan sadaqalari özleriga zulm qilgan bir qavmning ziroatiga tegib, uni nobud qilib etgan sovuq shamolga o'xshaydi. Egilarining gunohi tufaylidan nobud qilingan bu ziroatga o'xshash, Allah ularning yaxshi amallarini barbod qiladi. Ularga Allah zulm qilmadi, va lekin ular o'zlari zulm qildi. Ey mu'minlar, o'zinglardan bo'lmaganlarni sirdosh qilib olmanglar. Ular sizlarga buzg'unchilik qilishda bo'shanlik qilib qolmaydi. Ular sizlarning mushaqqat qilishinglarni orzu qiladi. Ularning dushmanligi eg'izlaridan ma'lum bo'lib turdi. Ularning dillarida yo'shirgan dushmanligi texmi cho'nqur. Shubhisizki, agar tushunadigan bo'lsanglar, sizlarga nurg'un oyatlarni bayon qildik. Ey mu'minlar jamiyati, sizlar ularni do'st tutsizlar. Ular sizlarni do'st tutmaydi. Sizlarga bo'lgan dushmanlikni yo'shirin tutadi. Sizlar hamma samoviy kitobga ishinisizlar. Shundaq turuqliq ular sizlarni o'ch ko'rdi. Ular sizlar bilan uchrashganda iymon etdik deydi. O'zlari yolg'iz qolganda
sizlarga bo'lgan ochiqidan barmoqlarini tishlaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, ochiqinglar bilan o'linglar. Ya'ni Alloh o'lguninglarga qadar ochiqinglarni davomlashtirsin. Alloh haqiqatan dillardikini bilguchidir. Agar sizlarga kengchilik, mo'lchilik, nusrat, g'animat qatorliq biror yaxshilik yetsa, ular buningdan qayg'urdi. Agar sizlarga ig'irchilik, qahatchilik va mag'lubiyat qatorliq biror yomonlik yetsa, ular buningdan xo'shal bo'ladi. Agar sizlar ularning aziyatiga sabr qilsanglar va so'zinglarda, harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, ularning hilisi sizlarga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Alloh ularning qilmishlarini haqiqatan to'liq bilguchidir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, o'z vaqtida sen atdiganda uyingdan Uhudga chiqib mu'minlarni urush safariga o'rinlashtirding. Alloh so'zinglarni anglab turg'uchidir. Ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Öz vaqtida sizlardan ikki guruh, ya'ni Salama aymiqi bilan Bani Harisa aymiqi ojizlik ko'rsatmoqchi, ya'ni qo'rqib urush maydonidan qaytmoqchi bo'ldi. Alloh ularning madadkor edi. Mu'minlar jami ahvoli va jami ishlarda Allohga tavakkul qilsin. Alloh sizlarga Badrda nusrat ato qildi. Halbuki sizlar kuchsiz edinglar. Soninglar va qurolinglar oz edi. Allohning sizlarga bergan nusratiga shukr qilish yuzidan Allohdan qo'rqinglar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, o'z vaqtida sen mu'minlarga Rabbinglar sizlarga 3000 farishta tushirib yordam bersa, yana yetmamdi deytding. Shundaq u yetidi. Agar jangda sabr qilsanglar, Allohdan qo'rqib amriga itoat qilsanglar, dushman darhol hujum qilib kelganda Rabbinglar sizlarga 5000 nishonliq farishta bilan yordam berdi. Alloh uni, ya'ni farishtalar orqali yordam berishni faqat sizlarga xush xabar bo'lsin va dilinglar shuning bilan xotirjam bo'lsin. Shuning bilan dushmanning sonining ko'pligidan qo'rqmasin deb qildi. Yordam faqat g'olib, hikmat bilan ish qiluvchi Alloh tarafidandir. Allohning yordami kofirlarning bir turkumini halok qilish uchun yoki ularni rasvo qilib, ularning umidsiz holda mag'lub bo'lishlari uchundir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, hech ish, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas. Alloh ya ularning musulmon bo'lsa tavbasini qabul qiladi, yoki ular zolim bo'lganligi uchun kufrida ching tursa, ularni azobga duchor qiladi. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohning mulkidir. Alloh xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Alloh mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Sura Al-Imron tarjimasi 130-oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Ba'da auzu billahi minash shaytonir. Ey mu'minlar, jazonini qatma-qat oshirib yemanglar. Maqsadinglarga erishish uchun Allohdan nahiy qilgan ishlarni tark etib qo'rqinglar. Kafirlar uchun tayyorlangan davzaqdan, ya'ni davzaqqa kirishga sabab bo'ladigan yomon ishlardan saqlaninglar. Sizlarga rahmat qilinishi uchun Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Rabbinglarning mag'firatiga va taqvodorlar uchun tayyorlangan kengligi osmon ziminchi keladigan jannatga oldiranglar. Taqvodorlar kengchilikdimi, qisınchilikdimi Alloh yo'lida pul mal sarf qiladiganlar, o'ch ilishga qodir turug'liq
achchiqini yutadiganlar, yomonlik qilgan yoki bo'zaq qilgan kishilarni kechiradiganlardir. Allah yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Taqvodorlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa Allohni yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi. Gunohni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. Ularning, ya'ni yuqorqi xislatlarga ega kishilarning mukofoti Rabbi tarafidan bo'lgan mag'firat va ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlardir. Bu yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi ish qilguvchilarning erishadigan savobi nima degan yaxshi? Sizlardan ilgari nurg'un ummatlar kelib ketdi. Yer yuzida sayr qilinglar. Haqni yolg'onga chiqarganlarning oqibatining qanday bo'lganligini qaranglar. Bu Qur'on butkul insonlarga bayondir. Ya'ni halol bilan haromni ochiq bayon qiladi. Taqvodorlarga to'g'ri yo'l ko'rsatkichidir va va'zi nasihatdir. Cihatdan bo'shib qolmanglar. Shahid bo'lganlar uchun qayg'urmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, ustunlik qozonasizlar. Agar sizlarga shikastlik yetgan bo'lsa, ya'ni bu jangda sizlar yaralangan va shahid bo'lgan bo'lsanglar, dushmanlarga Badr jangida o'xshashla shikastlik yetdi. Ya'ni ular yaralandi va o'ldirildi. Bu kunlarni insonlar orasida aylantirib turamiz. Ya'ni g'alabini hamisha bir firqada qilmay, bir kun bu firqada, bir kun u firqada qilamiz. Bu Allohning haqiqiy mu'minlarni munofiqlardan ayirish uchundir. Sizlar shahidlardan qilishi, ya'ni sizlardan ba'zilarni shahidlik darajasiga musharraf qilishi uchundir. Allah zolimlarni do'st tutmaydi. Mu'minlarni ularga yetgan musibat orqali paklash uchundir. Kafirlarni yo'q qilish uchundir. Ey mu'minlar jamoasi, Allah sizlardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafo mushaqqatlariga chidag'uvchilarni bilmay, ya'ni arimay turib, faqat og'zinglarda iymon etdik deyish bilanlar jannatga kirishni o'ylamsizlar. Sizlar ölüm, ya'ni dushman bilan uchrashishdan ilgari uni orzu qilatdinglar. Mana uni o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Muhammad faqat bir payg'ambardir. Uningdan burun ko'p payg'ambarlar o'tdi. Ularning ba'zilari o'z ajli bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tomonidan o'ldirilgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, orqanglarga yenib olamsizlar? Ya'ni iymondan yenib murtad bo'lamsizlar? Kimiki orqasiga yenib oladi ekan, ya'ni murtad bo'ladi ekan, u Allohga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Allah shukr qilguvchilarni mukofotlaydi. Hech kishi Allohning iznisiz o'lmaydi. Allah har odamning ajlini putib ya'ni odamning umrini qo'rqinchlik uzartalmaydi, qo'rqinchoqlik uzartalmaydi, boturlik qisqartalmaydi. Kimiki dünya savabını ko'zlasa, uningga dunyoning savabını berimiz. Uning oxiratligidan nasibisi bo'lmaydi. Kimiki oxiratning savabını ko'zlasa, uningga oxiratning savabını berimiz. Shukr qilguvchilarni mukofotlaymiz. Nurg'un payg'ambarlar bilan ko'pligan nurg'un payg'ambarlar bilan ko'pligan Robboniy ulamolar birlikda jang qildi. Ular Alloh yo'lida yetgan kulfatlardan ruhsizlanmadi, bo'shashmadi, bosh egmadi.
Allah özünün yolida duch kelgan qiyinchiliklarga chidashlik berguchilarni do'st tutadi. Ularning so'zi faqat Rabbimiz gunohlarimizni, ishimizda chekdan oshganligimizni mag'firat qilgin. Qadamlarimizni mustahkam qilgin va kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin degandan boshqa bo'lmadi. Allah ularga dunyoning savobini, ya'ni dushmanlar ustidan g'alaba qilishni va oxiratning eng yaxshi mukofotini, ya'ni jannat va uning ne'matlarini ato qildi. Allah yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Ey mu'minlar, agar sizlar kofirlarga itoat qilsanglar, ular sizlarni oqanglarga, ya'ni kufrga yondirdi. Shuning bilan ziyon tortib qolasizlar. Undaq emas. Ya'ni ular sizlarning itoat qiladigan madadkoringlar emas. Allah sizlarning madadkoringlardir. Uningga itoat qilinglar. U yordam qilguvchilarning eng yaxshisidir. Allah ilohligi haqida hech bir dalil tushirmagan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga shirik qilganliklari uchun kafirlarning dillariga qo'rqinish solamiz. Ularning boradigan joyi davzaxdir. Zolimlarning joyi, ya'ni davzax haqiqatan yomon joydir. Allah sizlarga qilgan dushmanlarga qarshi nusrat ato qilishdan iborat va'dasida turdi. Allohning izni bilan ularni qirib Allah sizlar yoqtiradigan g'alabini ko'rsatgandan keyin zaiflashib qoldinglar. Payg'ambarning amri to'g'risida janjallashdinglar. Payg'ambarning amriga bo'ysunmadinglar. Ba'zilaringlar dunyoni ko'zladinglar, ba'zilaringlar oxiratni ko'zladinglar. Ondan Allah sinash uchun sizlarni dushmandan qaytirdi. Ya'ni sizlarni g'albidan mag'lubiyatga yuzlantirdi va sizlarni haqiqatan afu qildi. Allah mu'minlarni mag'firat, marhamat qilg'uchidir. Allah mu'minlarga marhamat qilg'uchidir. Öz vaqtida payg'ambar: "Ey Allohning bandalari, mening tarafimga kelinglar. Men Rasululloh turman. Kimiki jihad maydoniga qaytsa, u jannatga kirdi" deb orqanglardan sizlarni chaqirib turadi. Sizlar hech kishiga qaramay qachatdinglar. Buningdan keyin qo'linglardan ketgan narsaga, ya'ni g'animatga, peshinglarga kelgan musibatga, ya'ni mag'lubiyatga qayg'urmasliginglar uchun Allah sizlarga g'am ustiga g'am berdi. Ya'ni sizlarni g'animatdan mahrum qilganning ustiga mag'lubiyat bilan jazoladi. Allah qilmishinglardan xabardordir. G'amdan keyin Allah sizlarga aminlik tushirib berdi. Sizlarning bir qisminglarni, ya'ni haqiqiy mu'minlarni mugdak bosdi. Yana bir qisminglar, ya'ni munofiqlar o'zlari bilan bo'lib ketdi. Ya'ni kuffarlar qayta hujum qilamo deb jon qayg'usi bilan bo'lib ketdi. Bular jahiliyat davri kishilarga o'xshash Alloh qarta noto'g'ri gumonlarda bo'ldi. Ular bizga Allah va'da qilgan g'albidan nasibi bormi deydi. Aytqinki, hamma ish haqiqatan Allohning ilkida. Ular sana oshkor qilmaydigan narsalarni o'z ichida yo'shirdi. Ular agar bizga g'albidan azroq nasibi bo'lsa edi, bu yerda o'ltirilmaydi deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, agar sizlar o'ylaringlarda bo'lgan taqdirdimi, aranglardagi o'ltirilishi putib etilgan kishilar cho'qim o'zlarining o'ladigan joylariga berishidi. Ya'ni Allohning qazosidan qochib qutulg'ili bo'lmaydi. Allohning bunda qilishi ko'nglinglardagini sinash va qalbinglardagi narsalarni poklash uchundir. Allah ko'ngillardagini yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin bilgichidir. Ikki qo'shin, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar bir-biri bilan uchrashgan kunda
İçinlardaki jangdan haqiqatan yüz o'rgan kishilarni ba'zi qilmishlari, ya'ni payg'ambarning amriga muxolifatchilik qilganligi tufaylidan shayton tiyildirishga urindi. Allah haqiqatan ularni afu qildi. Allah haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, nihoyat halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Ey mu'minlar, safarga chiqqan yoki g'azotga chiqqan qarindoshlari haqida ular yenimizda bo'lganda o'lmaydi va o'ldirilmaydi degan kofirlarga o'xshash bo'lmanglar. Allah buni ularning dillarida hasrat qilsin. Allah tirildirdi va o'ldirdi. Ularning g'azotga chiqmasligi ularni o'limdan qutuldira olmaydi. Allah qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. Şübhəsizki, əgər sizlər Allah yolunda, yəni g'azotda o'ldirilsanglar yoki g'azotga ketib berib o'z ajlinglar bilan o'lsanglar, sizlarga Allah tarafidan bo'lgan mag'firat va rahmat albatta ularning to'playdigan dunyosidan ortiqdir. Agar sizlar o'z ajlinglar bilan o'lsanglar yoki jang maydonida o'ldirilsanglar, ahiretde çokum Allah'ın dergahıga toplanısılar. Allah sizlerni emelinlağa qarab mükafatlaydı. Allah'ın rahmeti bilen sen ulağa mulayim boldun. Eğer kopal, bağır qatıq bolgan bolsan, ula çörəngdin taqab ketetdi. Ulağını əpu qılğın, ula üçün məğfiret diligin. İşte ula bilen kengeşkin. Kengeşkendin keyin bir ishqa bel bağlasan, Allah'a tevekkül qılğın. Allah hakikaten tevekkül qılğıçılarının dostudur. Eğer Allah sizlarga yordam bersa, sizlarni hech kishi yengolmaydi. Eğer Allah sizlarga yordamini tark etsa, Allah'tan boshqa sizlarga kim yordam berdi? Mu'minlar yolg'iz Allohga tevekkül qilsin. Ya'ni hamma ishni Allohga topshirsin. Hiç qandaq bir payg'ambar g'animatga xiyonat qilmaydi. Ya'ni buni tasavvur qilib bo'lmaydi. Kimki g'animatga xiyonat qiladi ekan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsasi bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsasi gajgisiga ortilgan holda keladi. Ondan har kishining qilgan amaliga to'liq mukofot yoki to'liq jazo beriladi. Ularga yaxshilarning savobini kengaytib etib, asiylarning jazosini oshirib etib zulm qilinmaydi. Allah'ın roziligini izlagan kishi Allah'ın g'azabiga uchrashga tegishlik bo'lgan kishiga o'xshamdi. Allah'ın g'azabiga uchrashga tegishlik bo'lgan kishining boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy? Allah'ın dergahida ularning darajasi turlik bo'ladi. Allah ularning qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. Allah mu'minlarga Allah'ın ayetlerini tilavet qiladigan, ularni gunohlardan pok qiladigan, ularga kitobni va hikmatni, ya'ni Qur'on va sunnatni o'rgatadigan, o'zlaridan bo'lgan bir payg'ambar avatib, ularga cho'ng ihson qildi. Halbuki ular burun ochiq gumrohlikda edi. Sizlarga yetgan musibat, sizlar dushmanga yetkizgan musibatning yermig'i tang keladigan tursa, ya'ni Uhud g'azotida sizlardan 70 kishi shahid bo'lgan tursa, Badr g'azotida bo'lsa, mushriklardan 70 kishini o'ldirgan, 70 kishini asir olgan tursanglar, sizlar yana bu musibat qayerdan keldi dedinglar. Aytqinki, u sizlarning o'zlaringlardan, ya'ni payg'ambarning amriga xiloflik qilganliginglardan ve g'animatga heris bo'lganliginglardan bo'ldi. Allah hakikaten her narsaga qodirdir. İki qo'shin uchrashgan kunda, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar to'qinishgan Uhud jangida sizlarga kelgan musibat Allohning irodasi bilan kelgandir. Bu haqiqiy mu'minlarni bilish, ya'ni ayirish uchundir.
ve munafiqlarni bilish, yani ayırış üçündür ki ulağa kelinglar, Allah yolunda uruş qilinglar yoki o'zinglarni qo'g'danglar deyilsa, ular urushdan xabar topgan bo'lsak, albatta sizlarga ergishatdik, ya'ni sizlar bilan bir sapda turib urush qilatdik dedi. U kunda ular iymonga qaraganda kufrga yaqin edi. Ular ko'ngillarida yo'q narsalarni eg'izlarida dedi. Ular yoshirganni, ya'ni munofiqlik bilan mushriklikni Allah obdan biladi. Bu yana Allohning urushga chiqishni xohlamagan munofiqlarni ayirishi uchundir ki, ular uylarida o'ltirib qarindoshlariga, agar ular, ya'ni mu'minlar bizga bo'ysungan bo'lsa, ya'ni nasihatimizni anglab urushdan qaytgan bo'lsa, o'ltirilmaydi dedi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu munofiqlarga aytqinki, agar urushga chiqmaslik o'limdan qutuldiradigan bo'lsa, o'limni o'zinglardan deb qilib beqinglar. Agar davoyinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmag'in. Balki ular terik bo'lib, Allohning dargohidagi rizqdan bahramand qilindi. Ya'ni jannatning ne'matlaridan atigan oqshomda mangulik rizqlandirilib turdi. Ular Allohning o'zlariga bergan fazlidan xursanddir. O'zlarining orqasidan texi yetib kelmagan, ya'ni shahid bo'lmay terik qolgan qarindoshlariga oxiratda ne qo'rqinch, dunyodan ayrilganligiga ne qayg'u yo'q ekanligi bilan xo'sh xabar berishni tilaydi. Ular Allah tarafidan berilgan ne'mat va fazlini, mu'minlarning ajrini Allohning bekor qilib o'tmaydiganligi bilan xo'sh xabar berishni tilaydi. Uhud g'azotida yaralanganlardan keyin Allohning va payg'ambarning chaqirig'iga ovoz qo'shganlar, ular, ya'ni mu'minlardan yaxshi amallarni qilganlar ve taqvodorlik qilganlar cho'ng savobga erishadi. Mushriklar tarafdori bo'lgan odamlar ularga shak shubhisizki kishilar, ya'ni Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin to'pladi. Ulardan qo'rqinglar dedi. Bu so'z ularning iymonini kuchaytirdi. Ular bizga Alloh kifoya, Alloh nima degan yaxshi homiy dedi. Ular Allohning ne'mati va fazli bilan qaytib keldi. Hech qanday ziyon zahmatga uchramadi. Ular Allohning roziligini izladi. Alloh ulug' fazli egisidir. Ana shu shayton o'z do'stlarini, ya'ni kuffarlarni qo'rqitdi. Agar mu'min bo'lsanglar, ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kufrga o'zlarini ataganlar, ya'ni so'zlari va harakatları bilan kufrga şapaşlaydigan munofiqlar seni g'amkin qilmasin. Ular haqiqatan kufri bilan Allohga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Allah ahiretde ularga savobdan hech bir nasibi bermaslikni xohlaydi. Ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. İmanni kufrga tegishganlar, ya'ni mazkur munofiqlar kufr bilan Allohga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Kafirlar özleriga jazo bermasdan muhlat berishimizni, ya'ni ömrini uzun qilishimizni hargiz o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Ularga muhlat berishimiz va ajlini kechiktirishimiz faqat ularning gunohining ko'payishi uchundir. Ular oxiratda xor qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Allah yomonni, ya'ni munofiqni yaxshidan, ya'ni mu'mindan ayrimig'icha mu'minlarni, ya'ni sizlarni hozirgi petinglarcha qo'ymaydi. Allah sizlarni ayibdinmi xabardor qilmaydi. Va lekin Allah payg'ambarlardan xolig'ini tanlab, uningga
Muhammed aleyhisselam'a münafıklarının halini bildirgendek gaybni bildirdi. Allah'a ve onun peygamberlerine iman etinglar. Eğer sizler iman etsanglar ve Rabbinglardan korksanglar çoğun savapqa erişsizler. Allah öz pezlidin bergen narsalarga, yani pul malga bexillik qiladiganlar bexillikni özleri üçün foydaliq deb gumon qilmasin. Amelde bu ular üçün ziyanlıqdır. Ularning bexillik qilgan narsasi qiyomat kuni ularning bo'yniga taqoq qilib selindi. Osmonlarning ve yerning mirosi Allah'ningdir. Yani kainatdagi hamma narsa Allah'ning mulki bo'lib, ular fani bo'lgandan keyin Allah'ning dargohiga qaytadi. Allah qilgan amallaringlardan xabardardir. Allah haqiqatan paqir biz bo'lsak boy degan kishilar, yani Yahudilarning sözünü Allah haqiqatan anladı. Ularning sözlerini ve peygamberlerini nahaq öldürgenliklerini hatırlab qo'yamiz. Yani nami amalıga muakkal farishtalarga buni ularning nami amalıga yezishini buyuramiz. Hem de ahiretde farishtalar tili orqali ko'ydirguchi azobni tetinglar deymiz. Bu sizlarning qilmishinglar tufaylidir. Allah bendilerge zulüm qilg'uchi emasdir. Ular Tevrat'ta Allah bizni osmondan tushgan ateş yeb ketadigan bir qurbonlik keltirmagicha haqiqatan hech bir payg'ambarga iymon keltirmaslikka buyurdi dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularga aytqinki, sizlarga mo'jizalar keldi ve sizlar aytgan mo'jiza bilan haqiqatan nurg'un payg'ambar keldi. Agar sizlar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularni nimishqa o'ltirdinglar? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ular seni yalğanga çıkargan bolsa qayg'urib ketmagin. Senden ilgiri o'tgan mo'jizalarni, kitoblarni, yani İbrahim aleyhisselamga nazil qilingan sahifelerge o'xshash samoviy kitoblarni ve nurg'un kitobni, yani Tevrat, İncilga o'xshashlarni elib kelgan nurg'un payg'ambarlarmi yalğanga chiqarilgan edi. Her bir can egisi ölümning ta'mini tetig'ichidir. Sizlarning ajringlar, yani amallarning savobi qiyomat kuni jazman to'liq beriladi. Kimiki davzaqdan yiroq qilingan ve jannatga kirgizilgan ekan, u murodiga yetgan bo'ladi. Dunyo tirikchiligi faqat aldaydigan narsadan iboratdir. Yani aldaydigan narsa bo'lib, ozg'ina bahriman bo'lgandan keyin tugaydi. Sizlar mollaringlarda sadaqiga buyurilish ve afet yetish bilan ve canlaringlarda qatl qilinish, asir elinish, kesal bo'lish bilan cho'qim sinirlisizlar. Sizlardan ilgari kitob berilganlar, yani Yahudilar ve Nasaralardan ve mushriklardan cho'qim nurg'un yomon so'z anglaysizlar. Agar yuqorqi ahvollar yuz berganda sabr qilsanglar, sözünla ve hareketinlarda Allah'tan korksanglar, ondaqda bu hakikaten irade bilen kılınışkı tegişlik işladındır. Öz vaxtida Allah kitap verilgenler, yani Yahudilardan kitapni, yani kitaptaki Allah'ın ahkamlarını kişilerge çokum bayan kılıp berişke ve yoşurmaslığa ahdi aldı. Lekin bunu, yani ahdini ula aqsığı çörüvetti ve onu azgını bedelge, yani dünyanın erzimes nersigi tegişti. Ulanın tegişip algını neme degen yaman? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kılgan işlerden, yani haqni yapqanlıqdan hoşal boludigan, kılmagan işler bilen medhilinishni yaxshi ko'radigan kishilarni hergiz Allah'ın azabından qutuludu deb gumon qilmagan. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Osmonlarning ve zaminning padişahlığı Allah'a xosdir. Allah hamma narsaga qodirdir. Shubhisiz ki osmonlarning ve zaminning yaratılışida
kechi bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ular o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni aslab turdi. Osmonlarning va zaminning yaratilishi to'g'risida fikr yurgizdi. Ular aytdi: Rabbimiz buni bekor yaratmading. Sen poktursan, bizni do'zax azobidan saqlag'in. Rabbimiz, sen kimniki do'zaxga kirgizdigansan, uni albatta xor qilgan bo'lsan. Zolimlarga hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Rabbimiz, biz haqiqatan bir chaqirg'uchining, ya'ni Muhammad alayhissalomning Rabbinglarga iymon etinglar deb iymonga chaqirganligini anglab iymon etdik. Rabbimiz, bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin. Yomonliklarimizni yo'q chiqargin. Bizni yaxshilarning qatorida qabzroq qilgin. Rabbimiz, bizga payg'ambarlaring orqali va'da qilgan narsani, ya'ni itoat qilganlarga xos bo'lgan jannatni bergin. Qiyomat kuni bizni rasvo qilmagin. Sen haqiqatan va'dangga xiloflik qilmaysan. Ularning duosini Rabbi ijobat qilib, men sizlardan er bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday bir yaxshi ish qilguvchining qilgan amalini bekor qilib o'tmayman. Sizlar bir-biringlardan to'ralgan dedi. Ondan hijrat qilganlar, yurtlaridan haydab chiqarilganlar, mening yo'limda, ya'ni Allohning dini uchun aziyat tatganlar, urushga qatnashganlar, ya'ni mening yo'limda urushganlar va mening yo'limda o'ldirilganlarning gunohlarini mag'firatim va rahmatim bilan albatta yo'q chiqaraman. Albatta ularni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Bu ularning yaxshi amallari uchun Alloh tarafidan berilgan mukofotdir. Allohning dargohida yaxshi mukofot, ya'ni jannat bor. Kafirlarning pul, mol, obro'y, martaba izlash yuzidan shaharlarda kezib yurishlari seni oldimisin? Bu azg'ini bahriman bo'lishdir. Kelgusida ularning joyi jahannam bo'ladi. U nima degan yomon to'shak? Rabbiga taqvodorlik qilgan kishilar ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlardan bahriman bo'lib, u yerda mangu qoladi. Bu Alloh tarafidan bo'lgan kutib olishdir. Allohning dargohidagi narsalar, ya'ni mukofot va hurmat, yaxshi bandalar uchun kuffarlar bahriman bo'lgan baqosi yo'q ozg'in rohatdan ortiqdir. Ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavratga va Injilga ishonadiganlar bor. Ular Allohdan qo'rqadi. Allohning oyatlarini ozg'ini badalga tegishmaydi. Ya'ni ularning kitoblaridagi Muhammad alayhissalomning sifatlari va shariat ahkomlarini rohiblarga o'xshash dunyoning arzimas narsalarini deb o'zgartib etmaydi. Ularga Rabbining dargohida savob berildi. Allah haqiqatan tiz hisob olg'uchidir. Ey mu'minlar, taat ibodatning mushaqqatlariga va sizlarga yetgan ig'irchiliklarga sabr qilinglar. Düşmanlarga qarshi ziyoda chidamliq bo'linglar. Chegaralaringlarni saqlab jihadga tayyor turinglar. Maqsadinglarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni uning amriga muxolifatchilik qilmanglar.